Siz xotirangizni tez va oson yaxshilamoqchimisiz? Biz bunda sizga yordam bera olmaymiz. Chunki insonning xotirasi odatda tez va oson unutishga moslashgan. Nima uchun bunday deysizmi? Sizni birinchi eshitgan so'kishingiz yoki birinchi yegan shapalog'ingizni butun umr eslab yurish sizga hech qanday hayotda foydasi tegmaydi. Shuning uchun biz bugun ilmiy asoslangan faktlar bilan qanday qilib xotirangizni yaxshilashingiz mumkin, mana shu narsa haqida to'xtalib o'tamiz. Bugungi videomizda nemis filosofi Hermann Ebbinghausning o'rganishning egri chizig'i metodikasini o'rganib chiqamiz. Bu teoriyaga asosan inson o'rgangan narsasini 20 minutdan keyin 50-60%ni, bir kundan keyin 80-90%ni, bir haftadan keyin bo'lsa deyarli 100%ni unutib yuboradi. Bu sizga o'rganishda qanday asqatadi. Masalan, siz hozir xitoychani o'rganyapsiz va bugungi o'rgangan gapingiz Jintian Tenchi Kunhao, ya'ni bugun havo ajoyib, havo yaxshi degan gapni o'rgandingiz. 20 minutdan keyin bu narsani 50% esingizdan chiqib ketadi. Shunchaki bir haftadan keyin 100% esingizdan chiqarib yuborasiz. Demak, birinchi qoidamiz shundan iboratki, hech qachon bir narsani o'rganayotgan vaqtingizda soatlab uni takrorlamang. Baribir agar siz vaqt o'tishi bilan u narsani takrorlamasangiz, u narsa sizning xotirangizdan chiqib ketadi. Qoida shunday. Yangi informatsiyani o'rganyapsiz. Birinchi o'rganadigan narsangizni o'rganasiz, takrorlaysiz. 2-3 soatdan keyin yana bir takrorlaysiz, 1 kundan keyin yana takrorlaysiz, 3 kundan keyin yana takrorlanadi, 6 kundan keyin yana takrorlaysiz, 12 kun, 24 kun va 30 kundan keyin o'sha narsani qayta takrorlasangiz, miya bu narsani muhimligini tushunadi va miyada yaxshi eslab qoladi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu usulda o'rgangan insonlar 6-7 oydan keyin o'sha ma'lumot qayta so'ralgan vaqtida ham 80-90% o'sha ma'lumotni to'liq xotirasida eslab qola olishgan. Endi siz aytishingiz mumkin, juda yaxshi metod, faqat men bu narsani qanday amalga oshira olaman? Shunchaki bu narsani o'zi qayta takrorlash xotiramdan chiqib ketadi. Hozirgi kunda juda ham ko'p mobil ilovalar bor, til o'rganish uchun ham, aniq fanlarni o'rganish uchun ham. Shuning uchun bu programmalarning asosiy maqsadi mana shundan iborat, o'sha narsani vaqt o'tishi bilan sizga takrorlab boradi. Agar siz kommentariyada nimani o'rganayotganingizni yozsangiz, til bo'ladimi, aniq fan bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, biz sizga kerakli, foydasi tegadigan programmalar ro'yxati va ularni qanday ishlatishni yozib o'tamiz. Hamda agar xotira bo'yicha yana sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, albatta kommentariyada yozing, imkon boricha javob berishga harakat qilamiz va keyingi videolarimizda ilmiy asoslangan boshqa uslublar to'g'risida ham gaplashib o'tamiz. Videoga like bosishni unutmang va bizni kanalimizga albatta a'zo bo'lib qo'ying.